ingliz tilini o'rganishga qancha vaqt ketadi? Bu o'zingizga bog'liq. Siz o'zi nima maqsadda o'rganmoqchisiz? Ingliz tilini noldan to'liq o'rganmoqchimisiz yoki faqat gaplashish o'zi bo'lsa bo'ldimi sizga? Gaplashish o'zi yetadimi? Xo'p, ingliz tilini faqat gaplashishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirida aytaman qancha vaqt ketishini. Endi bo'lsa ingliz tilini noldan to'liq o'rganishga 1 yil ketadi. Qo'pol qilib aytganda 1 yil 2-3 oy ketadi. Endi IELTS olmoqchi bo'lsangiz yoki TOEFL olmoqchi bo'lsangiz, unga yana 2-3 oyni qo'shasiz. Xo'p, gaplashishga qancha vaqt ketadi desangiz, noldan faqat gaplashishni o'zini o'rganaman desangiz, unaqa noldan oxirigacha o'rganishim shart emas desangiz, bor yo'g'i 2,5-3 oy ketadi. 2,5-3 oyda eng muhim asosiy joylarni ingliz tilini o'rgana olasiz. Agar siz ingliz tilini noldan 2,5 oyda o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoga like qo'yib, kommentariyada o'rganishni xohlayman, gaplashishni deng. Endi agar siz noldan zo'r o'rganmoqchi bo'lsangiz, zo'r o'rganishni xohlayman deb yozing. Keyingi videolarda qanaqa o'rganish yo'llarini ko'rasiz.